Yursan, nima qilyapti bu? Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun men Ozopam ko'rgani keldim va o'zim bilan tengul olib ketdik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Tolib. Tolibsan, wow. Yaxshi bo'lmsan? Qalisan? Yursan, nima qilyapti bu? Wow. Gulga ko'tar olmaysiz. Mana. Wow. Qalaysizlar? Assalomu alaykum qadrdonlar va nihoyat mana Ozopam ko'rgani keldim. Nihoyatda yetib keldi. Hech bir bilan ko'risha olmayapmiz. Men yoqda bo'lsam, bu yoqda bugun mana keldi. Ulardan so'zmoqchi edim mana. Xalq xizmatida charchaman. Ishlayotdik bir oyda. Mana ijodxonada hamma ijod qilib keladi. Xursandman. Xalqqa ma'lum bo'lyapti. Ya'ni doim yaxshi bola. E'tiborni hech qachon anaqa qilmaydi. Yozib turadi. Bormoqchiman oldimga. Men o'zim Instagramda o'zim yotib bitta bo'lib qolaman. Mana endi asl mana sal nima bo'lib endi ko'rishdik. Omadingni bersin. Endi ana ustozlarini bir nimasida aytyapman, bir so'z berdi. Bir salovati bor qo'shiqlar aytmoqchi. Ovoz imkoniyati zo'rda buni. Shunaqa qo'shiq aytaman. So'z berdi. Murodga so'z berdi. Yaqinda Xudo xolasa bir ovoz imkoniyati juda baland. Ovoz texnikasi ham zo'r. Endi to'g'ri, kommersiya deymiz, lekin shunaqa qo'shiqlar ham qiladi. Xudo xolasa syurpriz bo'ladi. Syurpriz bo'ladi xalqimizga. Ko'rsating mana. Qadam qo'yildi. Qadam qo'yildi. Qadam qo'yildi bu yerda. Omadingni bersin. Jonim sog' bo'lsin. Xursandman bilan ko'rgandan. Amin.